Trekkerning birinchi avlodi. Bu avtomobilimizga biz nima ishlar qildik? Bu avtomobilimizga polniy nemetskiy mahsulotlardan foydalangan holatda 3 etapli polirovka xizmatini ko'rsatdik. Va uni ketidan 3 etapli eng sifatli keramik pro ishlatdik. Effektini o'zingiz bitta ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yondi. Headshot. Sit down. Stand up. Antidojlarga bitta ahamiyat beringlar. Keramikaning effektini ko'ryapsizlarmi? Oyna bo'yasizlar, yo'q akalar. Atak takishda keramik prodan qilsanglar bor, mana shunaqa effekt zo'r chiqadi-da. Antidoji bor-ku, agar qoidasi bo'yicha yuvib yursanglar, 1 yildan oshiq xizmat qiladi sizlarga. Salon qismlarida nima ish qildik? Salon qismlarida bilasizlar, Trekker 1da seriya bo'ladi, ko'jalari. Biz uni qora koja qildik. Akoprint qismlarini, seriya joylarini polniy qora qilib, deyarli night paketda qildik. Faqat shu rulimiz qolib ketib qoldi seriya bo'lib. Egalari inshaalloh rulni Malibu qilaman deyishdi, o'shanga qoldirdik. Xo'p, salonimizga idealiy nakitkali chexol taqdik. Esdan chiqib qolibdi-yu. Bu avtomobilimizga polniy krugovoy tonirovka xizmatlarini ko'rsatganmiz. Eng premium bo'lgan Global tonirovkasi. Bu Global nima premium deyiladi bilasizlarmi? Tashqi ko'rinishi metallik, yaltirab turadi. 80% dan oshuv quyosh qaytaradi bu, bilasizlarmi?